بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, ro'zaga doir savol-javoblar mavzusida davom etayotgan darsimizni bugungi sonini boshlaymiz. Savol: yuragi og'riydigan, nafas siqish, astma kasalligi bor odamga og'ziga sepadigan dori yoki tilning ostiga tashlaydigan dori berib qo'yiladi. Shuni ishlatish ro'zani buzadimi, yo'qmi degan savol o'tdi. Chunki Alloh taolo ba'zilarga mana shunday kasallik beradi, ular doimo shu og'izlardan purkaydigan o'sha dorilar bilan yoki tilni ostiga qo'yadigan dorilar bilan o'zlarining nafas yo'llarini yaxshilab nafas oladilar. Bo'lmasa nafas olish qiyin bo'ladi va yurakka mana shunday bir og'irliklar tushadi. Shu odamlar ro'za kelganda shu dorilarni ishlatsalar bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savol ekan. Javob shunaqa bo'ladi. Sepiladigan yoki til ostiga qo'yiladigan dori o'zi yoki og'iz suvi bilan aralashib ichga ketadigan bo'lsa, ro'za ochiladi. Chunki har bir ichkariga kirgan narsa ro'zani ochadi. Shunga ko'ra, agar mana shu dori so'lak bilan aralashib ichga kirib ketadigan bo'lsa, ro'za ochiladi. Ichga ketmaydigan, faqat og'izda qoladigan bo'lsa, faqat uning ta'mini sezish sababli yurak tinchlanadigan bo'lsa, maxsus asbob, ya'ni pulverizator bilan og'izga sovuq havo yuboriladigan bo'lsa, ro'za ochilmaydi. Chunki ta'mni bilish bilan ro'za ochilmaydi. Kechagi darsimizda aytdik, bir ovqatni ta'mini tatib ko'rsa, makruh bo'ladi, lekin ro'za ochilmaydi dedik. Xuddi shunday, bu ham zarurat. Chunki oddiy suvni ham ta'mi bo'ladi. Og'izni chayqaganda ro'za ochilmaydi-ku. Xuddi shunday dorilarni ham ta'mi og'izda qolib, yaxlatib, ichkaridagi nafas yo'llarini yaxshilab berishlikka xizmat qilsa, tomoqdan ichkariga o'tib ketmaydigan bo'lsa, ro'za ochilmaydi. Demak, shunaqa kasal bor bo'lgan kishilar bu narsalarni ishlatsalar bo'ladi. Keyingi savol: ro'zada ko'ziga yoki burunga dori tomizsa bo'ladimi, yo'qmi? Ro'zada ko'zga, burunga dori tomchilari tomizilsa, ular halqumga o'tib ketmasa, ro'zani ochmaydi. Chunki tomizilgan 1-2 tomchi dori ichga ketmaydi. Faqat sharti shu bo'ladiki, o'sha dorini ta'mi halqumda seziladigan bo'lsa, tomog'ingizda seziladigan bo'lsa, bu dorilar tavsiya etilmaydi. Havolik va suvlik purkaydigan spreylar haqida aytgan edik. O'sha spreylar sepadigan narsalarimiz 2 xil bo'ladi. Biri havolik bo'ladi, u o'sha bo'shlig'ini o'zida qolib ketadi, burun bo'shlig'ida yoki og'iz bo'shlig'ida, bular ochmaydi. Ammo suvlik bo'lganlari bor. Suvlikni misol burunga yuboradigan bo'lsangiz, u yuqoriga o'tib ketadi, dimoqdan ichkariga o'tib ketadi. Bular ro'zani ochadi. Bu ham xuddi yuqoridagi o'sha astma kasali bor bo'lgan kishilar dorilarni qanday ishlatadigan bo'lsa, burun va ko'zga ishlatilgan dorilar ham xuddi shunaqa. Ichkariga o'tmaslik kerak. Endi ko'zga yog' surtsa ham ro'za ochilmaydi. Bunda dimoq tarafga yoki halqum ichiga o'tib ketmaslik sharti bilan albatta. Chunki ko'zga dori qo'yilganda u dimoqdan o'tadi. Ko'zdan dimoq nimaga qarab, halqumga qarab yo'l bor. Ko'zga dori qo'ysangiz, u halqumda bilinadi. Ana shu bilinadigan bo'lsa, ro'za ochiladi. Ana shunga ehtiyot bo'lish kerak. Quloqqa ham suv tomizilsa, ro'za ochilmaydi. Lekin quloq bilan burunga yog' tomizilsa, Hanafiy mazhabiga ko'ra ro'zani ochadi. Chunki yog' singib ichkariga o'tib ketishlik xavfi bor. Shuning uchun ham yog' bilan ochiladi, ammo quloqlardan suv kiradigan bo'lsa ochilmaydi. Ko'zga dori tomizishlik ham xuddi shunday. Ichkariga o'tib ketmasa ochilmaydi. Agar o'tadigan bo'lsa, demak ochiladi. Bu dorini shu xususiyatiga kam yoki ko'p ishlatishga qarab bo'ladi.
boshqa xiloflardan qochishlik uchun ehtiyot va taqvo yuzasidan ana shunday ishlarni kechqurun og'izni ochgandan keyin qilishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi savol, ro'zador odam yuzni parvarishlash maqsadida yuziga krem sursa bo'ladimi? Buni ro'zaga zarari yo'qmi degan savol keldi. Ro'zador odamni yuzga krem surishi joiz. Ya'ni krem surtsa yoki ba'zi bir yog'larni surtsa bo'ladi. Buni ro'zaga zarari yo'q. Chunki u badanning ustiga surtiladi, u ichga kirmaydi. Ro'za esa ichga kirgan narsalardan buziladi. Agar badandan so'rilsa ham odatdagi joylardan kirmaganligi uchun ro'zani ochmaydi. Aytishingiz mumkin, misol qurib qolgan teri bo'lsa, unga yog' surtilsa terining ichkarisiga kiradi-yu, bu ham kirish bo'layapti-ku desangiz, to'g'ri, terining ichkarisiga so'riladi, kiradi. Lekin o'sha oshqozonga, ichkariga kirib ro'zani buzadigan joylargacha bular yetib bormaganligi uchun bular ro'zani ochmaydi. Ro'zada ukol olish masalasi. Bu har doim dolzarb bo'lgan masala. Bugun ham bir kishi so'rayaptiki, men tish doktoridaman, tishimga ukol olsam bo'ladimi? Tishimni sug'urtirmoqchiman deyapti. Tishga ukol olsa bo'ladi. Ro'zador odam teri ostiga, muskullariga ukol olsa bo'ladi, ro'zasi ochilmaydi. Ammo o'sha venadan ozuqa bo'ladigan narsalarni olishlik borasida ulamolar nima deydilar? Bunda ro'za ochiladi deydilar. Zamonamizning ko'zga ko'ringan olimlardan Yusuf Qarzoviy rahimahulloh bu borada shunday deganlar. Ukollar muskul, teri osti va tomirga qilinadi. Ulardan davolash va quvvatlantirish va oziqlantirish uchun foydalaniladi. Ukolning xususiyatlari shunaqa. Vitaminlar, misol kalsiyga o'xshagan yoki davolash, isitmani tushirishlik uchun ukol qilinadi. Muskul va teri ostidan qilingan mana shunday ukollar ro'zani ochmaydi. Kimdir o'sha temperaturasi, harorati chiqib ketsa, unga ukol qilsangiz, teri muskullaridan ukol qilsangiz, o'sha temperaturasini tushirishlik uchun unga ro'za ochilmaydi. Endi tomirdan yuboriladigan glyukozaga o'xshagan oziqaviy vitaminlar yuboriladigan bo'lsa, ulamolar buni ochiladi deydilar. Chunki u oziqa. Chunki bu ro'zani och qolish kabi hikmatiga teskari. Ro'zada och qolinadi. Och qolganlik evaziga u o'sha ovqat yemay yuradigan, kambag'al bo'lgan kishilarning holatini his qiladi. Undan tashqari buni hisobiga o'zidagi zararli bo'lgan yog'lar erib ketadi va sog'ligiga qaytadan nima bo'ladi? Tiklanadi. Mana shunga teskari bo'lganligi uchun ro'zadan qilingan maqsadga, mohiyatga teskari bo'lganligi uchun tomirdan quvvat beradigan, ozuqa bo'ladigan vitaminlarni qilishlik ro'zani ochadi deydilar. Ro'za holatda atirni ishlatsa bo'ladi. Gul, shunga o'xshash xushbo'yliklarni hidlab ko'rsa bo'ladi. Ro'zada atir ishlatsa durust bo'ladi. Gulni hidlash ro'zani ochmaydi. Atayin hidlasangiz, gulni, misol rayhonmidi, atir gulmidi, boshqamidi, ro'za ochilmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ro'zador odam o'pishi mumkinmi deb so'raydilar. Shunda payg'ambar alayhisalom aytadilar, buni rayhon gulini hidlagandek zarari yo'q deydilar. Tabaroniyning rivoyati. Demak, mana shu hadisdan ham rayhonni hidlasa, ro'zadorga qanday zarari bo'lmasa, ayolini o'pishlikning ham zarari yo'q degan ma'no kelib chiqadi. Shundan ulamolar istinbot qilishadiki, demak, gullarni hidlashlik ro'zaga hech qanday ta'siri yo'q, ochmaydi ekan. Bundan kelib chiqadiki, atirlarni sepsa ham ro'za ochilmaydi. Demak, gulni hidlash ro'zani ochmas ekan. Faqat o't, anbar shunga o'xshash o'tga tashlanganda hid chiqaradigan xushbo'yliklarni tutuni ichga kiritilsa, bu ro'zani ochadi. Hajga borganlar, umraga borganlar, hozir o'zimizda ham ko'payib ketdi. O't degan narsalar bor, xushbo'y narsa bor, cho'plar bor, xushbo'y.
o'sha maxsus cho'g'ni ustiga o'sha narsani qo'yib qo'ysangiz bir bo'lakchasini, nihoyatda xushbo'y hid chiqadi. Isiriqqa o'xshab, o'zimizni isiriqqa o'xshab tutaydi. Ana shu narsani hidlasangiz ro'za ochiladi. Nimaga endi atirni sepsak, gulni hidlasak ochilmaydi-yu, ammo o't yoki shunga o'xshash xushbo'yliklarni, anbar shunga o'xshashlarni hidlasak ochiladi desa, bu yerda farq shunday bo'ladiki, sizni ixtiyoringizda bo'lmagan tutunlar sizni ichingizga kirsa, sizni ixtiyoringizda bo'lmagan chang, g'uborlar yoki pashshaga o'xshash hasharotlar dimog'ingizga o'tib ketsa, ro'za ochilmaydi. Nimaga? Chunki siz buni ixtiyor bilan ataylab hidlaganingiz yo'q. Tutab yotganda shu yerdan o'tib ketdingiz. Ana shunda kirib qoldi. Ammo o'tga o'xshagan, anbarga o'xshagan, isiriqqa o'xshagan narsalarni ataylab hidlaysiz. Chunki u juda ham xushbo'y, yoqimli narsa. Farqi mana shunda bo'ladi. Ulardan saqlanishlikning iloji bor. Burningizga olib o'tib ketsangiz bo'ladi. Hidlamasangiz bo'ladi. Ana shularni ataylab hidlaganligingiz uchun ro'za ochiladi. Ana shu isiriq ham o'zimizda tutatib, tutunni ichga kiritilsa, bu ham ro'zani ochadi. Vaqtimiz nihoyalab qolgan ekan, suhbatimizni shu yerda to'xtatib, inshaalloh ertaga davom ettiramiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi